lekin bu yerda o'rtada перегородкасы bor. Ikkita matka. Xo'p, nosiyka bitta bularniki. Homila bo'lishiga qiyin bo'lmaganmi? Bu shunaqa anomaliya, tug'ma nuqson bilan. Men birinchi endometriy ichi to'la qon, endi regulon ichyapti, boshqa qon ketyapti. Ikkinchi endometriychi bu toza. Nargida qon bor. Men shunga spiral qo'yishgan ekan. Spiral qo'ygan, shundan keyin 3 yildan buyon qizda кровотечение. Qatanadirga anaqa boshlanganmi? Shuni hozir o'ylayapman. Yo'q, uni masalan u to'xtash kerak-ku baribir. Yo'q, manaqa bo'lmagan, maqdan yorib yuborganda. Ha. Men polni bitmasdan gemotometriya Yo'q, nima deyapsan? Ungacha bu yashamasligi kerak agar unaqa doimiy bo'lsa. Xolos, tuxumdonda ishlab. Perfa hech narsa yo'qmi yerda? Mana bu nima? U burchakdagi, ha. Tepadagi u tuxumdon, ha, tepada nima u? Sirikalniy kanal. Bittasi oyoq osmondanmi shunda? Retrami bittasi? Yo'q, mana shu. Tushunmadim. 3 bir. Shika bu yoqdan ko'rinishi kerak-ku, sen teskari ko'ryapsan. Mana bunda tepa-ichida. 3 yildan buyon to'xtovsiz qon ketyapti. Menga ani o'zi har doim qo'li bilan chiqazib berasan, shunaqa ber. Qo'l bilan chiqarishim ilojim yo'q, chunki ikkita matka. Ikkitaligicha chiqmizdi. Lekin mana ta'dini miyomasi bor buni. Xo'p, adinim bu miyomami? Xo'p, o'rtada nima u kesta?